Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Taqinli yoshdan oshgan pensionerlarga bejiz atini 1000 so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasi. Bu ma'lumot faqat bitta oilaga emas, deyarli har bir xonadonga tegishli. Chunki har birimizning oilamizda ota-onamiz, buvimiz, bobomiz, qarindoshimiz yoki qo'shnimiz orasida pensiya oladigan yoshi aqamidan oshgan insonlar bor. Aynan shunday insonlar ko'pincha o'z haqini bilmaydi. Hujjat yig'ishga qiynaladi yoki menga baribir berishmaydi deb o'ylab murojaat qilmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot kimningdir oyiga qo'shimcha daromad olishiga sabab bo'lishi mumkin. Avvalo masalaning mohiyatini oddiy tilda tushuntirib olaylik. Gap shundaki, 90 yoshdan oshgan pensionerlar uchun ayrim holatlarda pensiyaga qo'shimcha to'lov, ustama yoki parvarish bilan bog'liq qo'shimcha yordam tayinlanishi mumkin. Xalq orasida bu 90 yoshdan oshganlarga 5-7 ming so'mgacha qo'shimcha pul berilar ekan degan shakli tarqaladi. Lekin men ekspert sifatida eng avvalo shuni aytaman. Bunday xabarlarda eng muhim so'z gacha degan so'zdir. Ya'ni bu hamma pensionerga bir xil 570 ming so'm avtomatik tushadi degani emas. Kimga qancha berilishi, qaysi tartibda berilishi, avtomatikmi yoki arz asoslanma, pensionerning holatiga, yoshi, pensiya turi, parvarishga muhtojligi, hujjatlar va amaldagi tartiblarga bog'liq bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Avvalgi yillarda ko'pchilik pensionerlar o'z pensiyasini olardi. Qo'shimcha ustamalar borligini esa faqat pensiya jamg'armasi bo'limiga borganda yoki tanishi aytganda bilib qolardi. Ba'zi to'lovlar avtomatik hisoblanardi, ba'zilari esa ariza, tibbiy xulosa yoki boshqa hujjatlar bilan rasmiylashtiriladi. Natijada bir xil yoshdagi ikki pensionerning holati turlicha bo'lib qolardi. Biri qo'shimcha to'lov oladi, ikkinchisi esa hujjat topshirmagani yoki haqqi borligini bilmagani uchun olmaydi. Hozir esa davlat xizmatlari raqamlashgani, ma'lumotlar elektron bazalarda tekshirilayotgani sababli ko'p jarayonlar ancha osonlashdi. Lekin baribir eng katta xato shuki, odamlar agar menga tegishli bo'lsa o'zi berishadi deb kutib o'tiradi. Amalda esa ko'p holatda pensioner yoki uning farzandlari vaziyatni tekshirtirishi kerak bo'ladi. Endi asosiy savol. Dam yoshdan oshgan pensioner nimani bilishi kerak? Birinchidan, dam yoshga to'lish pensionerning ijtimoiy holatini o'zgartiradi. Bu yoshdan keyin insonning sog'ligi, harakatlanish imkoniyati, dori-darmon xarajatlari, parvarishga ehtiyoji keskin o'sishi tabiiy. Shu sababli qonunchilikda yoshi ulug' pensionerlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan turli mexanizmlar mavjud. Ikkinchidan, qo'shimcha to'lovning nomi asosi juda muhim. Ba'zi hollarda bu pensiyaga ustama bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda parvarish uchun kompensatsiya bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda esa nogironlik, yolg'izlik yoki o'zgalar parvarishiga muhtojlik bilan bog'liq alohida to'lov bo'lishi mumkin. Uchinchidan, bejiz 70 ming so'm atrofidagi raqam ko'pincha amaldagi bazaviy ko'rsatkichlar. Minimal to'lovlar yoki belgilangan miqdorlar o'zgarishi bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni bugun bir summa bo'lsa, kelajakda indeksatsiya yoki qarorlar asosida o'zgarishi mumkin. Keling, buni hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan tavakan 2 yoshli onaxon bor. U yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi har oy plastik kartasiga tushadi. Farzandlari onam taqimidan oshdi, demak qo'shimcha pul tushishi kerak deb o'ylaydi. Lekin kartani tekshirsa, faqat oddiy pensiya tushyapti. Bunday holatda birinchi qadam ayb qidirish emas, pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qilib, pensionerning shaxsiy pensiya ishida 90 yoshdan oshganlik bo'yicha ustama yoki tegishli qo'shimcha to'lov hisoblanganmi? Shuni aniqlashtir. Ba'zan ma'lumot bazada bor, lekin hisob-kitob keyingi oydan boshlanadi. Ba'zan tug'ilgan sana hujjatlarda eski pasport, yangi ID karta yoki arxiv yozuvlari sababli noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan esa pensionerning to'lov turi ushbu qo'shimchaga avtomatik asos bermaydi. Lekin boshqa to'lovga huquq bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, Farg'onada yashaydigan 85 yoshli boboning sog'ligi og'ir. U mustaqil yurib tura olmaydi. Doimiy parvarishga muhtoj. Pensiyasi bor, lekin dori-darmon, taglik, hamshira, ovqatlanish, transport xarajatlari sababli bu pul yetmaydi. Bunday holatda faqat taqidin yoshdan oshgan degan belgi bilan cheklanib qolmaslik kerak. Men bunday oilalarga tibbiy xulosalarni tayyorlashni, oilaviy poliklinikaga murojaat qilishni, agar nogironlik belgilari bo'lsa, TMEK yoki tegishli tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tartibini aniqlashni maslahat beraman.
Chunki pensioner nogironlik guruhi parvarishga muhtojlik yoki yolg'iz yashash holati bo'yicha qo'shimcha yordam olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu holatda behs etgani 1000 so'mgacha deyilgan summa aynan bitta oddiy ustama emas. Balki turli asosdagi qo'shimcha to'lovlardan biri bo'lishi ehtimoli bor. 3-misol. Qashqadaryoda Dahqidamik yoshli buvi farzandlari bilan yashaydi. U har kuni qarovga muhtoj emas, o'zi yuradi, ovqatlanadi. Uy yumushlarining yengil qismini qiladi. Pensiyasini o'z vaqtida oladi. Bu vaziyatda oila bizga ham albatta bejiz 1000 so'm beriladi deb o'ylamasligi kerak. Chunki barcha qo'shimcha to'lovlar bir xil shart bilan berilmaydi. Agar qo'shimcha to'lov faqat taqdizim yoshga to'lganlik bo'yicha belgilangan bo'lsa, u holda pensiya ishida hisoblanishi mumkin. Agar to'lov parvarishga muhtojlik yoki yolg'izlik bilan bog'liq bo'lsa, farzandlari bilan yashayotgan, alohida tibbiy ehtiyoji tasdiqlanmagan pensioner bu to'lovga da'vogar bo'lmasligi mumkin. Demak, har bir holat asosini tekshirish kerak. 4-misol. Samarqandda damin yoshga to'lgan pensioner 11-iyunda tug'ilgan. Oila iyun oyidayoq to'liq qo'shimcha pul tushadi deb kutadi. Ammo ko'p to'lovlarda hisob-kitob keyingi oy, ya'ni iyuldan yoki yoshga to'lgan kundan boshlab proporsional tarzda amalga oshirilishi mumkin. Bu texnik tartibga bog'liq. Shuning uchun birinchi oyda summa to'liq ko'rinmasa, darhol berishmadi deb xulosa qilmaslik kerak. Pensiya bo'limidan yozma yoki og'zaki hisob-kitobni so'rash kerak. Qaysi kundan boshlab huquq paydo bo'lgan, qaysi oyda qo'shiladi? Oldingi oylar uchun qayta hisob-kitob qilinadimi yoki yo'q? Endi kimlar xavotir olishi kerak, kimlar tekshirtirishi shart. Agar oilangizda tag'in yoshdan oshgan pensioner bo'lsa va uning pensiyasida oxirgi oylarda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Agar pensioner tag'in yoshga to'lganiga bir necha oy bo'lgan bo'lsa, lekin siz hech qanday ustama ko'rmagan bo'lsangiz, murojaat qiling. Agar pensioner yolg'iz yashasa, ya'ni farzandlari boshqa joyda bo'lsa yoki rasmiy ravishda doimiy qarovchisi bo'lmasa, alohida tekshirtiring. Agar pensioner og'ir kasal yotoqda yotgan, ko'rish, eshitish, yurish, ovqatlanish, yuvinish kabi kundalik harakatlarda boshqalarga muhtoj bo'lsa, faqat pensiya bo'limi emas, poliklinika va mahalla orqali ham yordam turlarini aniqlang. Agar pensionerning hujjatlarida tug'ilgan sana, familiya, pasport seriyasi, ID karta ma'lumotlari yoki yashash manzili almashgan bo'lsa, bu ham to'lov kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Kimlar haddan tashqari xavotir olmasligi kerak. Agar pensioner vakuum yoshga endi yaqinda to'lgan bo'lsa, birinchi oyda hisob-kitob texnik sabab bilan keyingi oyga o'tishi mumkin. Agar pensiya miqdorida qo'shimcha qator ko'rsatilgan bo'lsa, lekin oila uni sezmayotgan bo'lsa, bank kartadagi kirimlar tarixini va pensiya varaqasini solishtirish kerak. Ko'p odamlar umumiy summa tushganini ko'radi, lekin uning ichida pensiya ustama, kompensatsiya alohida ko'rsatilganini bilmaydi. Agar pensioner allaqachon boshqa ijtimoiy to'lovlar olayotgan bo'lsa, yangi qo'shimcha to'lov bilan ularning o'zaro ta'siri bo'lishi mumkin. Ba'zi to'lovlar bir-biriga qo'shiladi, ba'zilari esa bir vaqtning o'zida berilmasligi mumkin. Buni faqat shaxsiy hujjatlar asosida aniqlash mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, taqvim yoshdan oshgan degani faqat pasportdagi yosh bilan isbotlanadi. Og'zaki bobom taqvim 2 da degan gap yetarli emas. ID karta, pasport yoki tug'ilganlik haqidagi hujjatdagi sana asos bo'ladi. Agar hujjatda xatolik bo'lsa, avval hujjatni to'g'rilash kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, pensionerning doimiy ro'yxatda turgan manzili muhim. Bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa tumanda yashayotgan pensionerda xizmat ko'rsatish, uyga kelib tekshirish yoki hujjat topshirish masalasida chalkashlik bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Bank kartasiga pul tushishi hali hamma hisob-kitob to'g'ri degani emas. Siz pensiya bo'limidan to'lov tarkibini so'rashingiz mumkin. Masalan, asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, qayta hisob-kitob bo'lsa qancha. 4-chi nozik jihat. Parvarish bilan bog'liq to'lovlarda kim parvarish qilayotgani ham muhim bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda qarovchi shaxs ishlaydimi yoki ishlamaydimi? Pensioner bilan birga yashaydimi? Rasmiy ro'yxatda turadimi? Boshqa ijtimoiy to'lov oladimi? Bularning hammasi ahamiyatli bo'ladi. Shuning uchun farzandlardan biri men qarayapman deyishi yetarli bo'lmasligi mumkin. Bu holat mahalla tibbiyot muassasasi yoki tegishli idoralar tomonidan tasdiqlanishi talab qilinadi. 5-chi nozik jihat, oldingi oylar uchun pulni qaytarib olish masalasi. Agar pensionerga qo'shimcha to'lov vaqtida tayinlanmagan bo'lsa,
sababiga qarab qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin bu har doim ham avtomatik bo'lmaydi. Agar fuqaro o'z vaqtida ariza bermagan bo'lsa, to'lov ariza berilgan kundan yoki huquq tasdiqlangan kundan hisoblanishi ehtimoli bor. Agar idora xatosi bo'lsa, boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun murojaatni og'zaki qoldirmang. Imkon qadar yozma ariza yoki elektron murojaat orqali rasmiylashtiring. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Pensionerning aniq hujjatlarini tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili, telefon raqami kerak bo'ladi. Agar pensioner yura olmasa, farzandi yoki ishonchli vakili yordam berishi mumkin. Bunda ishonchnoma kerak bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi qadam, oxirgi 3-6 oylik pensiya tushumlarini tekshiring. Bank ilovasidan ko'chirma oling yoki bankdan ma'lumotnoma so'rang. Bu sizga pul qachon va qancha tushganini aniq ko'rsatadi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin. Falonchi fuqaro tug'ilgan sanasi falon yoshga doir pensiya oladi. Yaktadan yoshdan oshganligi sababli pensiyaga qo'shimcha to'lov yoki ustma hisoblanmaganini tekshirib berishingizni. Mavjud bo'lsa miqdori va qaysi sondan tayinlanganini ma'lum qilishingizni so'rayman. 4-qadam. Agar pensioner parvarishga muhtoj bo'lsa, poliklinikaga boring. Oila shifokorga pensionerning holatini ko'rsating. Yurak, qon bosimi, insultdan keyingi holat, demensiya, ko'rish qobiliyati pasayishi, suyoq bo'g'im kasalliklari, yotoq holati kabi muammolar bo'lsa, tibbiy hujjatlarni yig'ing. Ambulator karta, shifo xulosasi, tekshiruv natijalari. Dori-darmon ro'yxati keyingi bosqichda kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, mahalla bilan bog'laning. Mahalla pensionerning ijtimoiy holati, yolg'iz yashashi, qarorga muhtojligi, oilaviy sharoiti bo'yicha ma'lumot berishda ishtirok etishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lganlar, farzandlari uzoqda yashaydiganlar bo'yicha mahalla xulosasi muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. 6-qadam. Javobni kutib o'tirmang, muddatni nazorat qiling. Agar siz ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanani yozib oling, ariza raqamini oling. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Telefon orqali aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Shuning uchun rasmiy iz qoldiring. 7-qadam, rad javobi berilsa sababini so'rang. Sizga berilmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nima uchun berilmaydi? Qaysi bank asosan? Qanday hujjat yetishmayapti? Qaysi shart bajarilmagan? Mana shu savollarga javob oling. Ko'pincha muammo shunchaki bitta ma'lumotnoma yetishmasligida bo'ladi. Oila esa bizga mumkin emas ekan deb to'xtab qoladi. Men yana bir muhim masalani alohida ta'kidlayman. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Bejiz etdim 1000 so'm. Olib beraman, oldindan pul bering. Pensiya bo'limida tanishim bor. Hujjatni tezlashtirib beraman degan gaplarga ishonmang. Qonuniy to'lov uchun pora ham vositachi ham kerak emas. Siz hujjatni o'zingiz topshirishingiz, davlat xizmatlari orqali murojaat qilishingiz, pensiya jamg'armasining rasmiy bo'limidan ma'lumot olishingiz mumkin. Agar kimdir pul so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadiganlar ko'p. Ayniqsa plastik karta kodi, SMS kod, bank ilovasi paroli hech kimga berilmasin. Qo'shimcha to'lov tayinlash uchun hech qachon telefon orqali karta paroli so'ralmaydi. Yana bir savol ko'p beriladi. Qo'shimcha to'lov pensiyani kamaytirib yubormaydimi? Odatda qo'shimcha ustama yoki kompensatsiya pensiyaga qo'shilib beriladi. Lekin ayrim ijtimoiy yordam turlarida daromad mezoni boshqa to'lovlar bilan bir vaqtda berish-bermaslik masalasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim shaxsiy holat bo'yicha tekshirtirishni maslahat beraman. Masalan, bir pensioner yoshga doir pensiya oladi. Boshqa pensioner boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Yana biri nogironlik pensiyasi oladi. Ularning huquqlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Xuddi shuningdek degunli yoshdan oshgan, lekin xorijda vaqtincha yashayotgan yoki yashash manzili bo'yicha muammo bo'lgan pensionerning tartibi ham alohida ko'rib chiqiladi. Agar pensioner yura olmasa, nima qilish kerak? Bunday vaziyatda farzandlari yoki yaqinlari hujjatlarni tayyorlab, tegishli idoraga murojaat qilishi mumkin. Zarur bo'lsa, notarial ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Ba'zi holatlarda uyga kelib xizmat ko'rsatish, mobil guruh yoki mahalla orqali yordam so'rash imkoniyati bo'ladi. Pensionerning o'zi idoraga yurishi shart degan qoida yo'q. Ayniqsa 8 yoshdan oshgan. Sog'lig'i zaif inson uchun oila yordam berishi kerak. Lekin oila vakili hamma hujjatni to'g'ri olib borishi, pensionerning shaxsiy ma'lumotlarini ehtiyot qilishi lozim.
Endi siz uchun eng sodda tekshiruv ro'yxatini beraman. Birinchisi, pensioner taqamiz yoshga to'lgan sanani aniqlang. Ikkinchisi, pensiya summasida shu sanadan keyin o'zgarish bo'lmaganini ko'ring. Uchinchisi, pensiya jamg'armasidan to'lov tarkibini so'rang. To'rtinchisi, agar sog'liq bo'yicha muammo bo'lsa, poliklinika hujjatlarini yig'ing. Beshinchisi, yolg'iz yashash yoki parvarishga muhtojlik holati bo'lsa, mahalla bilan bog'laning. Oltinchisi, ariza topshiring va ariza raqamini saqlang. Yettinchisi, javobni tahlil qiling. Rad etilsa sababini yozma so'rang. Mana shu 7 qadam ko'p oilalarga masalani aniq hal qilishga yordam beradi. Xulosa shuki, taqdim yoshdan oshgan pensionerlar uchun 570 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov haqidagi xabarni eshitganingizda, uni oddiy mish-mish sifatida ham, hamma uchun avtomatik kafolat sifatida ham qabul qilmang. Eng to'g'ri yo'l. Huquq bor yo'qligini pensionerning shaxsiy holati bo'yicha tekshirtirish. Kimdir haqli bo'lsa, albatta olish kerak. Kimdir hujjat topshirmagani uchun olmayotgan bo'lsa, vaqtni boy bermasligi kerak. Kimdir boshqa to'lov turiga mos kelsa, uni ham aniqlash kerak. Keksalarimizning haqqi yo'qolib ketmasligi uchun farzandlar, nabiralar va yaqinlar faol bo'lishi juda muhim. Agar sizning oilangizda 70 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, bugunoq pensiya tushumlarini tekshirib ko'ring va kerak bo'lsa, tuman pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Izohlarni yozing. Sizning hududingizda bunday qo'shimcha to'lov bo'yicha qanday tajriba bo'lyapti? Kimdir oldimi? Kimdir rad javobi oldimi? Fikringiz boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, kompensatsiya va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng muhim masalalarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.